Assalomu alaykum savatdoshlar. Bugungi darsimizga xush keldinglar. Bugungi turkcha grammatika darsimizni so'zlab o'tmoqchi bo'lgan darsimiz. Biz oldingi qatimliq darsimizni so'zlab o'tgan, hozirgi davomlashayotgan zaman degan bu zamonning jumla ichidagi qo'llanilishini o'rganib o'tamiz, savatdoshlar. Jumla ichida qanday ishlatamiz? Ya'ni birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxslarda biz bu zamonni ishlatib turib qanday jumla tuzimiz va kundalik hayotda qanday ishlatamiz degan yerlarni o'rganib o'tamiz, savatdoshlar. Savatdoshlarga ma'lum bo'lgandek, biz oldingi qatimliq darsimizda hozirgi davomlashayotgan zamonning ishlatilish o'rinlari va fe'illarni hozirgi davomlashayotgan zamonga o'zgartirish qoidalarini o'rganib o'tgan edik. Bu to'g'riliq tafsili bilmaydigan savatdoshlar bizning hozirgi davomlashayotgan zamon to'g'riliq oldingi qatim so'zlangan darslarimizni ko'rib boqsanglar bo'ladi. Nima degan edik? Hozirgi davomlashayotgan zaman birinchi dal mushu jumlani tuzayotgan vaqtida, dal mushu jumlani davatgan vaqtidagi bir ish harakatninki davomlashayotganligini bildiradi. Shundoq vaqtlarda ishlatadiq degan edik. Shundaqmi savatdoshlar? Ya'ni birisi bizga telefon qilib, "Nima ish qilyapsan?" desa nima deymiz? "Toboq yeyapman" degandek, ya'ni shu vaqtning o'zida qanday davomlashayotgan bir ish harakatni ifodalash uchun bu zamonni ishlatadiq. Va buning uyg'urchadagi tarjimasi nima savatdoshlar? Mayag yozib qo'yganimizdek, "Vataman, vatsan, vatadu" degandek bu shaklda ifodalanadi. Endi ikkinchi xil usulda bu zamon yana qanday yerda ishlatamiz degan vaqtimiz nima dedik savatdoshlar? Normaldagi, ya'ni odatdagi ish harakatlarni biz bu zaman bilan ifodalaymiz dedik. Masalan, "Ben kitap okumayı seviyorum." Nima dedim? "Men kitap o'qishni yaxshi ko'raman" dedim. Ya'ni buning uyg'urchadagi tarjimasi garchi "men kitap o'qishni yaxshi ko'ryapman" deb chiqmasimi, biz mushundaq jumlalarni turkchadagi shimdagi zaman, ya'ni hozirgi davomlashayotgan zaman degan bu grammatikalik qoida bo'yicha ifodalay ekanmiz. Yana boshqa misol deb baqsaqchi, "Ben her gün spor yapıyorum." Nima dedim savatdoshlar? "Men har kuni chiniqaman" dedim. Shundaqmi? Ya'ni demakchi biz bu zamonni faqatlam davomlashayotgan shaklda qo'llanmasdan qanday savatdoshlar odatdagi harakatlarni ifodalashdimi bu zamonni ishlatar ekanmiz. "Ben bu shirkatda çalışıyorum." Nima dedim? "Men bu shirkatda ishlayman" dedim. Ya'ni hozirgi jumlamda qarshi tarafga bergan ma'nosi nima bo'ldi savatdoshlar? Mening bu shirkatda ishlaydiganligimdan iborat odatdagi normal bir ishimni qarshi tarafga bildirib bergan bo'ldim. Undan boshqa yana qanday yerda ishlatamiz dedik savatdoshlar? Bundan keyin bo'lmoqchi bo'lgan, ya'ni kelgusida bo'lmoqchi bo'lgan ish harakatlarni biz bu zaman bilan ifodalay olamiz dedik. Masalan, "Ben yarın geliyorum." Nima dedim? "Men ati kelaman." Ya'ni buning uyg'urcha tarjimasi "men ati kelyapman" demaymiz, qanday deymiz? "Men ati kelaman." Ya'ni garchi biz bu jumlani hozirgi davomlashayotgan zamonda tuzgan bo'lsak-mu, qarshi tarafga beradigan ma'nosi nima savatdoshlar? Bu ishninki, bu ish harakatninki kelgusida yuz beradiganligidek bir ma'noni qarshi tarafga beradi. Shuningga o'xshash biz oldingi qatimliq darsimizda hozirgi davomlashayotgan zamonninki ishlatilish o'rinlari va fe'ilni hozirgi davomlashayotgan zaman shakliga akilish qoidalarini o'rganib o'tgan bo'ldik, savatdoshlar. Undaqda bu darsimizda qanday qilar ekanmiz? Endi shu o'rgangan, ya'ni bu fe'ilni davomlashayotgan shaklga akilib bo'lgandan keyin buni har xil shaxslik bu jumlalarninki ichida qanday ishlatilish qoidalarini o'rganamiz, savatdoshlar. Undaqda men osti qarasak savatdoshlar, "O'qiyor, gidiyor, yoziyor" deb davomlashayotgan shakldagi fe'illar bor ekan. O'qiyor deganimiz nima edi? O'qiyotidi, gidiyor, ketyotidi, yoziyor, yeziyotidi deb tarjima qilib turayli. Endi biz normal fe'illarni hozirgi zaman, ya'ni bu shimdagi zaman shakliga akilib bo'lgandan keyin buni jumla ichida qanday ishlatamiz degan vaqtimizda savatdoshlar, diqqat qilaylik. Mayada hozir birinchi shaxs birlik, ikkinchi shaxs birlik, uchinchi shaxs birlik va birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxslarningki ko'plik shakllari bor ekan, savatdoshlar. Undaqda shimdagi zamonni ishlatib turib, normal bo'lgan bir jumla tuzish uchun savatdoshlar diqqat. Birinchi o'rinda nima keladi ekan? "Ben, sen, u" degandek igi keladi ekan savatdoshlar. Ikkinchi o'rinda bu davomlashayotgan shakldagi fe'illarni igining keyiniga yozamiz. Undaqda yozib boqay. "O'qiyor." "Ben o'qiyor." "Ben o'qiyor." Tarjimasi nima bo'ladi? "Ben o'qiyor" desam, "men o'qiyapti" degandek kamtik bo'lib qoladi. "O'qiyapti." Buning keyiniga "men bo'lsam o'qiyapman", "sen bo'lsang o'qiyapsan", "u bo'lsa o'qiyapti" degandek "men, sen, du" deganda qo'shimchalarni akilishimiz kerak. Endi buni qanday to'liqlaymiz deganimizda savatdoshlar. Ma tarafga qaraydigan bo'lsak, "o", "u" ism jumla deb turibdi. Biz ism jumla degan darsimizda ismlarning keyiniga mos holdagi qo'shimcha qo'shish qoidalarini o'rganib o'tgan edik. Bu to'g'riliqmi tafsiliy ma'lumoti bo'lmagan savatdoshlar, bizning ism jumla grammatikasi to'g'riliq so'zlagan darslarimizni ko'rib olsanglar bo'ladi. Shu darsimizda biz nima degan edik? Agarda shu ismning so'zning oxirgi bo'g'imida "o", "u" harflari kelib qolsa, birinchi shaxs birlik ikkinchi shaxs birlik sun, uchinchi shaxs birlik nima degan edik? Mustasno degan edik. Birinchi shaxs ko'plik nima deb savatdoshlar? "uz", ikkinchi shaxs ko'plikning sunuz, uchinchi shaxs ko'plikka qo'ymasaqmi bo'ladi? Agar qo'yg'imiz kelib qolsa, larlarninki muvofiqini qo'yamiz degan edik. Mushu jumlamizni dal mushu yerda ishlatamiz biz, savatdoshlar.
Undaqda ben okuyor desem bu cümle tuluqlanmaydı eken, bu cümle kemtik bop qaladı eken. Qandaq qilaman desek savaqdaşlar diqqat. Birinci o'rinda igini qo'ydik, ikkinchi o'rinda fe'lning davomlashayotgan shaklini akeldik. Buning keyiniga savaqdaşlar ism cümledeki bu qo'shimchalarni akilib qo'yib qo'ysak, biz normal bo'lgan hozirgi davomlashayotgan zaman, ya'ni şimdiki zamandaki bir buluşluq bayan cümle tuzgan bo'lamiz savaqdaşlar. Undaqda buning bo'lib ketdi bu ben okuyorum. Ben okuyorum. Nima dedim? Men o'qiyapman yoki ben o'qiyman degandek tarjimasi chiqadi. Undaqda sen okuyorsun. O okuyor. Üçüncü şahıs birlikte qo'shimcha bo'lmasa savaqdaşlar, yo'q, bu mustasno degan edik. O okuyor desek bir cümle tuzilgan bo'ladi. U o'qiyotdi, u o'qiydi deb. Biz okuyoruz. Biz okuyoruz. Normal bo'lgan bir cümle tuzgan bo'ldik. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyor desek mi bo'ladi yoki nima? Lar qo'shimchasini qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. Onlar okuyorlar desek mi bo'ladi savaqdaşlar. Keyindagi misollarni o'xshash. Ya'ni birinchi o'rinda igini qo'yamiz savaqdaşlar. Ikkinchi o'rinda biz oldingi darsimizda o'rganib o'tgan qoidamiz bo'yicha fe'llarninki davomlashayotgan shakli keladi. Uning keyinidan bizning ism jumla qoidamizdagi bu qo'shimchalar keladi. Mushu bo'yicha bilib olsak bu intayin oddiy bu darsimiz. Keyin dapaqayli ben gidiyor ben gidiyorum. Ben ketaman, ketyapman. Sen gidiyorsun, o gidiyor. Yazıyorni deb baqayli savaqdaşlar. Yazıyor deganimiz nimadir? Yazıvatıdo, yazıdo degan gap. Biz yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Biz yazıvatamiz. Siz yazıyorsunuz. Onlar yazıyor yoki nima? Onlar yazıyorlar. Shuning uchun tirnoqning ichiga gap qo'ydik mayani. Desingizmi bo'ladi, demasingizmi bo'ladi degan gap. Yana bu hozirgi davomlashayotgan zaman degan bu zamonimizningki jumla ichidagi qo'llanilishi mushu qoida bo'yicha manga savaqdaşlar. Buni qisqacha qanday tushunamiz desanglar, bizningki oldin qatimliq darsimizni so'zlab o'tganimiz nima? Yoki xamir yo'g'irish yoki bir mashinaning motorini yasash desak, shu xamirda qanday tabaqatish yoki shu motorini mashinaga qanday joylashtirish deganni o'rgandik ekanmiz savaqdaşlar bu darsimizda. Fe'lni qanday qilib oldik? Oldi bilan davomlashayotgan shaklga akilib oldik. Onun kendince birinci o'ringa igini qo'ydik, ikkinchi o'ringa shu biz o'zgartib olgan bu fe'limizni qo'ydik. Bunun keyiniga ham qanday qiladi ekanmiz savaqdaşlar? İsim cümle qo'shimchalarini qo'ydi ekanmiz. Nima uchun isim cümle qo'shimchasiningki bu shakllarini qo'yamiz savaqdaşlar? Biz isim cümle shakllarining 4 xil shaklarini o'rganib o'tgan edik, ha? Nima degan edik? Oxirgi bo'g'imi u bilan oyoqlashsa bu bo'yicha bo'ladi degan edik. Qarasak, bu şimdiki zamanda hammasining oxirisi nima ekan savaqdaşlar? Your deb o so'zi qarpi bo'lganligi uchun biz isim cümleninki bu şekillerini bu yerda ishlatamiz savaqdaşlar. Demakchi, mushu qoidani bilib olgandan keyin bizga qanchalagan fe'llar kelib kelsin, qanday qilamiz? Oldi bilan shu fe'lni davomlashayotgan shaklga kelamiz. Uning keyincha igini qo'yamiz va fe'lning davomlashayotgan shaklini qo'yamiz. Uning oxirg'ilam nimani qo'shib qo'yamiz savaqdaşlar? Ism jumla qo'shimchasini qo'shib qo'ysak, normal bo'lgan şimdiki zamandagi bir jumla tuzgan bo'lamiz. Biz oldingi darsimizda matarafga qaraydigan bo'lsak, olumsuz, ya'ni bulutsiz shaklarini o'rganib o'tgan edik. Ya'ni fe'llarni bulutsiz davomlashayotgan shaklga o'zgartirishni o'rganib o'tgan edik. Bu qoida bo'yicha savaqdaşlar, şimdiki zamanda bulutsiz bayan jumlaning qoidasimi mushu bo'yicha o'xshashmag'ida savaqdaşlar. Ya'ni birinchi o'rinda igi keladi, ikkinchi o'rinda bulutsiz davomlashayotgan fe'l keladi, uning keyincha isim cümleninki muvaffaq qo'shimchalari keladi. Undaqda qarab baqayli. Ben okuyorum. Nima? Men o'qiyapman. Men o'qimayapman desamchi, ben okumuyorum. Buni shu yerga yozay, savaqdaşlar. Okumuyor. Sen okumuyorsun. Sen o'qimayapsan, sen o'qimaysan degandek ma'nosi chiqadi. O okumuyor. Biz okumuyoruz. Siz okumuyorsunuz. Onlar okumuyor yoki okumuyorlar. Ular o'qimayotdi yoki ular o'qimaydi degandek ma'nosi chiqadi. Ya'ni mayli buluşluq bayan jumla shakli bo'lsin yoki bulutsiz bayan jumla shakli bo'lsin, qanday qiladi ekan savaqdaşlar? Birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda fe'lning davomlashayotgan shakli, uchinchi o'rinda ism jumla qo'shimchasini qo'shsak, oddiy bo'lgan hozirgi davomlashayotgan zamondagi bir jumla tuzgan bo'lamiz. Ben okuyorum, ben okumuyorum. Ben gidiyorum, ben gitmiyorum. Sen yazıyorsun,
Sen yazmıyorsun. Bu yerdeki fe'illarning bo'lishsiz davomlashayotgan shaklini bilinmagan saboqdoshlar bo'lib qolsa-mu, bizning oldingi qatimliq darsimizni ko'rib olsanglar bo'ladi, saboqdoshlar. Undaqda biz hozir nimalarni so'zlab o'tgan bo'ldik, saboqdoshlar? Hozirgi davomlashayotgan zamondagi bo'lishliq bayon jumla va bo'lishsiz bayon jumla shaklini so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi 3-qatimda nimani so'zlaymiz desak, saboqdoshlar, bo'lishliq savol shaklini so'zlaymiz. Bo'lishliq savol deganimiz nima edi? Biz oldingi qatimliq darslarimizda savol qo'shimchasi degan darsimizda bularni tafsiliy so'zlab o'tgan edik, saboqdoshlar. Sen undaqmi, sen mundaqmi, sen uni qilamsan, buni qilamsan deb so'rasak nima bo'ladi? Bo'lishliq savol bo'ladi. Agar sen undaq qilmamsan, mundaq qilmamsan deb so'rasaqchi, bu bo'lishsiz savol bo'ladi, saboqdoshlar. Undaqda biz oldi bilan bo'lishliq savol shaklini o'rganamiz, undan keyindan bo'lishsiz savol shaklini o'rganamiz, saboqdoshlar. Hozirgi davomlashayotgan zamonda bo'lishliq savol jumla tuzish uchun, bo'lishliq savol so'rash uchun saboqdoshlar diqqat. Bo'lishliq bayon jumlani biroz o'zgartirib qo'ysaqlar putida, saboqdoshlar. Ben okuyorum desek nima ekan? Men o'qiyapman degan bir bo'lishliq bayon jumla ekan. Endi buni bo'lishliq savolga aylantirish uchun saboqdoshlar shu davomlashayotgan fe'il bilan shu ism jumla qo'shimchasiningki o'ttirisiga bizningki mu degan savol qo'shimchamizni qo'yib qo'ysak, bo'lishliq savol so'ragan bo'lamiz. Bo'lishliq savol so'ragan bo'lamiz. Ben okuyorum. Ben okuyorum. Qarasak bir yerlari binormaldek turadi, saboqdoshlar. Qayeri binormal? Qarasak ben okuyorum. Ikki tal so'ziq tovush qanday bo'lib qopti? Bir ya kelib qopti. Bundaq vaqtda qanday qiladi, saboqdoshlar? Yarashtiruvchi harfimizni akilatdik va masala hal bo'ladi, saboqdoshlar. Shuning bilan nima bo'lib ketdi bu? Ben okuyor muyum? Ben okuyor muyum? Men o'qiyapmanmi? Ben o'qiymanmi degan jumlani tuzgan bo'ldik, saboqdoshlar. Ben okuyor muyum? Yani bununki grammatikalik qoidasi qanday ekan, saboqdoshlar? Birinchi o'rinda ega, ikkinchi o'rinda fe'ilning davomlashayotgan shakli, uchinchi o'rinda mu qo'shimchasi va mudan keyin ism jumla qo'shimchasi. Mushu bo'yicha tuzsak va oxirisiga savol belgisini qo'ysak, biz hozirgi davomlashayotgan zaman, ya'ni şimdiki zamandagi bo'lishliq savol so'ragan bo'lamiz. Sen okuyor musun? Sen o'qiyapsan, sen o'qamsan. Biz okuyor muyuz? Qarasak bu yerda qanday bo'lib qoldi, saboqdoshlar? Ikki so'ziq tovush bir yer kelib qoldi. Bu yerga qanday qilamiz? Y harfini qo'yamiz. Shuning bilan biz okuyor muyuz bo'lib ketdi. Siz okuyor musunuz? Siz o'qiyapsiz, siz o'qamsiz. Ular okuyor mu? Nima dedik? Ular o'qiyapamdi, ular o'qamdi dedik. Endi mushaga kelganda diqqatga saboqdoshlar. Biz uchinchi shaxs ko'plikda nima degan edik? Lar qo'shimchasi kasimi bo'ladi, kammasimi bo'ladi degan edik, saboqdoshlar. Diqqat. Ular okuyor mu desam, buni men yozay, ya? Ular okuyor, shundaqmi saboqdoshlar? Mu. Ular okuyor mu? Ular o'qiyapamdi. Shu yersi yo'q bo'lganligi uchun hammasiga biz mu savol qo'shimchasini keldik, saboqdoshlar. Bu hammasiga o'rtaq. Ammo uchinchi shaxs ko'plikda agarda siz shu lar qo'shimchasini akilaman deb qolsangiz, ahvol o'zgarib ketadi. Nima uchun desak, bu yerga yozib boqaylar, saboqdoshlar. Ular okuyorlar. Endi bu fe'ilning oxirisi nima bilan oyoqlashdi, saboqdoshlar? Lar qo'shimchasi bilan oyoqlashganligi uchun buning munosib shakldagi savol qo'shimchasi nima bo'ladi? Mu. Shundaqmi? Yani bu oxirisida a so'zi qarab kelib qolganligi uchun bu yerga biz m qo'yishimiz kerak. Yani onlar okuyorlarmı? Agar qo'shimcha qo'shmagan sharoitda nima bo'ladi ekan, saboqdoshlar? O'xshashdan mu qo'shimchasini akilamiz va jumlamiz mushu bo'yicha bo'lgan bo'ladi. Onlar okuyormu? Onlar okuyorlarmı? Mushu bo'yicha saboqdoshlar. Ya'ni uchinchi shaxs ko'plikda bo'lishsiz yoki bo'lishliq shakldagi jumlalarni tuzgan yozgan vaqtimizda mushu qoidaga diqqat qilsak bo'ladi, saboqdoshlar. Undaqda biz hozir bo'lishliq savol jumla shaklini tuzishni o'rganib o'tdik, saboqdoshlar. Qanday bo'ladi ekan? Birinchi o'rinda ega keladi ekan, ikkinchi o'rinda nima keladi ekan? Diqqat, fe'ilning bo'lishliq davomlashayotgan shakli. Uning keyincha mu savol qo'shimchasi, uning keyincha ism jumla qo'shimchasi keladi ekan, saboqdoshlar. Endi 4-chi qilib nimani o'rganamiz degan vaqtimizda bo'lishsiz savol shaklini o'rganamiz, saboqdoshlar. Bo'lishsiz savol so'rash uchun shu bo'lishsiz bayon jumladagi bu bo'lishsiz davomlashayotgan fe'il bilan ism jumla qo'shimchasining o'ttirisiga mu savol qo'shimchisini qo'shib qo'ysak, biz bo'lishsiz savol jumla tuzgan bo'lamiz, saboqdoshlar. Ya'ni sen okumuyor musun? Sen okumuyor musun? Sen o'qimayapsan,
sen okumamsan deb tarjimasi chiqadi. Ben okumuyor mu? Yana qanday bo'ldi savoqdaşlar? Ikki so'zoq tovush gap qolganlik uchun o'xshashdan bu yerga birinchi shaxs birlikda qanday qiladi ekanmiz? Y harfini akilamiz, Ben okumuyor muyum? O okumuyor mu? Biz okumuyor muyuz? Siz okumuyor musunuz? Onlar okumuyor mu? Yoki qandaq? Onlar okumuyorlar mı? Lar qo'shimchasini qo'ysak qanday qiladi ekanmiz? Mi savol qo'shimchasini qo'ydi ekanmiz. Agar buni akamizakcho mu savol qo'shimchasini qo'shadi ekanmiz savoqdaşlar. Onlar okumuyor mu? Onlar okumuyorlar mı? Mushu buchi bilib olsak bo'ladi savoqdaşlar. Yana qisqacha qilib aytganda, buluşliq bayon jumla va buluşsiz bayon jumla shakllarini tuzib olgandan keyin buluşliq bayon jumlada bu davomlashayotgan fe'l bilan ism jumla qo'shimchasining o'rtasiga mu savol qo'shimchasi qo'shsak nima bo'ladi ekan? Buluşliq savol jumla tuzilgan bo'ladi ekan. Buluşsiz davomlashayotgan fe'l bilan ism jumla qo'shimchasining o'rtasiga mu savol qo'shimchasini qo'ysak nima bo'ladi ekan savoqdaşlar? Buluşsiz savol jumla bo'ladi ekan, savoqdaşlar. Mushu buchi bilib olsak bo'ladi. Shuning bilan bu qatimliq darsimizda hozirgi davomlashayotgan zamonning jumla ichidagi buluşliq, buluşsiz bayon va savol jumla shakllarini ko'rib o'tgan bo'ldik. Darsimizning boshida so'zlab o'tganimizdek, asli fe'lni davomlashayotgan shaklga akilishni bilolmagan yoki bu to'g'riliq tafsiliy ma'lumot bo'lmagan savoqdaşlar, hozirgi davomlashayotgan zamon to'g'riliq so'zlagan oldingi darslarimizni ko'rib olsanglar bo'ladi. Oldingi darsimizda va bu qatimliq darsimizda so'zlangan grammatikalik qoidalarni birlashtirib o'rgangan vaqtimizda texmi yaxshi tushunalamiz savoqdaşlar. Savoqdaşlarning darslarini yaxshi o'rganib, yaxshi takror qilib, menga tilakdoshman. Kelasi qatimliq darsimizni ko'rishgacha hammanglar Allohga emanet.